Prezident maktabiga kirish niyatim bo'lmagan boshida. Mexico Olimpiadada juda ham katta mag'lubiyatga uchraganman. 5 yillik o'qishim ko'z o'ngimda havoga uchib ketgan. Keyin Donbitga bordik. Donbitda shunaqangi jamiyat bor ediki, u juda ham mehribon inson. Bu jamiyatni tark etish olmaydi. Va Donbitda haqiqiy ilm o'rgatishgan. Faqat ilm uchun. Misol uchun IELTS uchun emas yoki qanaqadir ingliz tili sertifikati uchun o'qishmagan. Ular bilim uchun o'qishgan. Va men shu bilimni olmoqchi bo'lganman va bu narsa ingliz tiliga shunchalik qiziqishim Prezident maktabiga kirish imtihonlarining ikkinchi bosqichi ingliz tili fanidan yuqoriroq ball olishimga sababchi bo'lgan. Endi men Prezident maktabiga kirdim. Prezident maktabini o'ylab qarasam, Donbitdan teng bo'ladi, lekin kam emas. Siz Prezident maktabi jamiyatida shunchalik mehribon insonlar, bir-biriga yordam beradigan insonlar hamda yuqori darajadagi bilimlar, ilmlar o'rgatiladigan joy. Agar men Prezident maktabiga kirmaganimda, men buni umuman tasavvur qila olmayman. Prezident maktabi menga juda ham ko'p imkoniyatlar berdi.